Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanimizdagi o'sha maxsus fan tushunchasi va uning oliy ta'limdagi ahamiyatini siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, maxsus fan tushunchasi va uning oliy ta'limdagi ahamiyati o'zi nima? Maxsus fanning o'zi nima? Degan savollarga siz bilan birinchi javob berib o'tamiz. Demak, maxsus fan bu ma'lum kasbiy sohadagi aniq bilim, ko'nikma va malaka berishga qaratilgan fan hisoblanadi. U ta'lim yo'nalishlarining asosiy mazmunini belgilab beradi, amaliy va nazariy bilimlarni uyg'unlashtiradi. Ya'ni maxsus fanlar mutaxassislikka oid fanlar hisoblanadi va oliy ta'limning professional yondashuvidagi markaziy bo'g'ini hisoblanadi. Bu fanlar talabalarni kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Sohaviy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Demak, bu fanning ahamiyati qanday? Ya'ni mutaxassislikka mos bilimlarni shakllantiradi. Masalan, tibbiyotda klinik fanlar, agrar sohada agronomik fanlar kabi. Tanqidiy va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ta'lim, ilmiy ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlaydi. Kasbiy sotsializatsiyada, ya'ni mutaxassislik muhitidagi moslashishni ta'minlab beradi, jadallashtiradi yoki bo'lmasa. Maxsus fanlar o'qitishda nazariya va amaliyotning uyg'unligi, ta'limning bozor talablariga muvofiqlashuvida juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Maxsus fanlarning turlari qanday? Demak, tabiiy fanlar, biologiya, kimyo, fizika kabi fanlarni keltirishimiz mumkin. Texnika fanlarida injenerlik, informatika, ijtimoiy gumanitar fanlarda pedagogika, psixologiya hamda iqtisodiy va huquqiy fanlarni misol keltirib o'tishimiz mumkin. Maxsus va umumta'lim fanlari ta'rifiy taqqoslanganda, demak, umumta'lim fanlarining maqsadi va ahamiyati qanday? Umumta'lim fanlarining maqsadi umumiy bilim asosini beradi. Ahamiyati esa intellektual rivojlanishga muhim ahamiyat kasb etadi. Maxsus fanlar esa kasbiy yo'nalish bo'yicha bilim berish, ularni amaliyotga qo'llash va mutaxassislikka chuqur kirishni ta'minlab berib, uning ahamiyat darajasida mutaxassis tayyorlash uchun xizmat qiladi. Oliy ta'limdagi ahamiyati qanday maxsus fanlarning? Demak, maxsus fanlar talabani mutaxassis sifatida shakllantirilishi, teoriya va amaliyotni, ya'ni nazariy olingan bilimlarni amaliyotga uyg'unlashtirish funksiyasini hamda ishlash jarayonida o'sha ma'lum bir vazifalarga tayyorlash xususiyatiga ega hisoblanadi. O'quv fanlari o'sha soatlarda quyidagicha taqsimlanishi mumkin. Masalan, o'sha diagrammada sizga ko'rinib turibdiki, umumta'lim fanlari bor. 30% oladigan bo'lsa, amaliyot jarayonlari bular 20% oladigan bo'lsa, bu yerda ko'rinib turibdiki, o'sha maxsus fanlar, ya'ni kasbga yo'naltiruvchi fanlar, mutaxassis tayyorlovchi fanlar eng yuqori foizda, ya'ni 50% sizda o'quv fanlar soatida taqsimotida ajratilganligini ko'rishingiz mumkin. Maxsus fan o'qitishdagi yondashuvlar qanday bo'ladi? Ular model o'qitish jarayonlari, ishlab chiqarish bilan bog'langan o'quv jarayonlari, ya'ni o'sha nazariy olingan bilimlarni ishlab chiqarish korxonalarida borib, bir oylik, kelinki 40 kunlik, kelinki undan kamroq, kam yoki ko'proq ishlab chiqarish korxonalari bilan bog'liq holda o'quv jarayonlarini, nazariy olgan bilimlarimizni amalda ishlash jarayonida ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari, o'sha laboratoriyalarimizda yoki dala amaliyotlarimizda amaliy mashg'ulotlar va turli xil metodlar orqali yondashuvlar bilan o'rganib chiqishimiz mumkin. Keysli yondashuvning ahamiyati qanday bu yerda? Demak, bu yondashuv orqali mahoratni oshirish mumkin, ijodiy va mustaqil fikrlashni shakllantirish mumkin va amaliyotga tatbiq qilishga yaqinlashtirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, mutaxassislik fanlarini oliy ta'limdagi ahamiyati judayam muhim o'rinda ekanligini ko'rib o'tamiz. Ya'ni har bir oliy ta'lim talabasi mutaxassis fanlarini, ya'ni o'sha
maxsus fanlar hisoblanadi. Har bir mutaxassis uchun o'tiladigan fan bu maxsus fan hisoblanadi. Bu qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, biolog uchun biologiya fanlari maxsus fanlar hisoblanadi. Bir qator fanlarni sanab o'tishimiz mumkin bu yerda. Iqtisodchi uchun iqtisodiy fanlar maxsus fanlar hisoblanadi. Va o'sha kelinki matematika, filologiya, chet tili fanlari uchun ularning o'zining maxsus mutaxassislik fanlari, demak oliy ta'limdagi mutaxassislik fanlar, maxsus fanlar hisoblanib, ular uchun muhimlilik darajasi juda ham yuqori hisoblanadi. Chunki bu fanlarni o'qitish, nazariy amaliy ko'nikmalarni berish orqali ularda mutaxassislik shakllanishiga va o'sha jarayon orqali ertaga amaliyotda olgan nazariy bilimlarni qo'llay olish imkoniyatini yaratishni ko'rib chiqishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, maxsus fanlar ta'limning tayanch qismi hisoblanadi. Ular orqali talabalar kasbiy bilimga ega bo'ladilar. Jamiyatga malakali mutaxassislar tayyorlash uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bugungi mavzumizdagi berilgan ma'lumotlarni o'sha ma'ruza ma'lumotlaridan yana ham mukammallashtirib, berilgan savol va tavsiyalar bilan o'zingizni bilimingizni yana ham chuqurlashtirib olishingizni tavsiya beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.